Assalomu alaykum chorva muxlislari. Sigirimiz sotilmoqda. Ikkinchi tug'ishiga bolasi ho'kizcha sutiga keladigan bo'lsak 10 litr sut berib turibdi. Tutamlari hammasi uzun yaxshi katta. Bu sigirimiz o'zi onasi bu bo'ladi. Shved ho'kizga qo'yilgan gibrid hisoblanadi. Bolasini ham yaxshi ho'kiz, shved ho'kiziga qo'ydik. Bolasi shu. Bolasi ho'kizcha 3 oylik bo'ldi. Bolasi 3 oylik bo'ldi. Sigirimizga keladigan bo'lsak, balandliklari 1.25 plus millisi. Endi taxminan aniqini oluvchi bo'lsa, kelib ko'rib, o'lchab, molda ko'rib, savdo qilib olsa bo'ladi. Bahosiga keladigan bo'lsak, 40 million narx qo'yapmiz. Ozgina xayrini o'tib beramiz. Agar so'rovchilar bo'ladigan bo'lsa, metrlab o'lchab hammasini ko'rib beramiz. Sutini bemalol, bexijolat kelib ko'rib, sog'ib ko'rib, ertalabki, kechkisini hammasini ko'rib olsa bo'ladi. Manzilimiz Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Kirov Ilich qishlog'i.